Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Qudratullo o'z va Umro'z kuzatuvchilari yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan bugun Xudo xolasa Qudratullo Umra ziyorati haqida batafsil ma'lumotlarni video davomida berib o'tamiz. Agar Umra ziyoratiga ishonchli, litsenziyalangan va qonuniy firma qidirgan vatandoshlarimiz bo'lsa, mana hammaga Hikmat Travel'da tavsiya qilamiz. Bugun mana Arafa kuni hammalarni Arafa bayrami bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin hammaga. Xudo xolasa reyslarimiz 5-iyun sanasidan Toshkent jiddiy yo'nalishda uchish boshlanadi. Agar niyat qilganlar bo'lsa bemalol past raqamlarni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib to'liq ma'lumot operatorlardan olsanglar bo'laveradi. Undan tashqari reys 14 kunlik bo'ladi. Bizda ikki xil paket bor. Bittasi standart, ikkinchisi maxsus ota-ona paketi. Bularning ichidan endi o'zingizlar tanlab olaverasizlar. Standart paket bilan ota-ona paketini ziyoratgoh joylarda razziya qiladi xolos. Gostinitsa, oziq-ovqat bir xil bo'ladi. Faqat ziyorat ko'proq bo'ladi ota-ona paketida. Standartda 10 ta ziyorat $1100, ota-ona paketi bo'lsa $1250. Unda bir 30 ta yaqin ziyorat bo'ladi o'shi. Niyat qilganlar bo'lsa bemalol Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, pastki raqamga to'liq ma'lumot operatorlarimiz beradi. Madina Munavvaradan boshlasak, Madinadagi gostinitsamiz Divanland Hijra 5 yulduzli bo'ladi. Jannatul Baqiy qabristonining yonida 200-300 metr atrofida bo'ladi. Madinadagi Albekt yonida. Undan tashqari Madinada ikki mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, obed va ujin. Madina ziyoratlari Qubo masjidi, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, Raziga olib kiriladi, Baqiy qabristoniga olib kiriladi, Madina tanishtiruvi bo'ladi. O'sha bir 5-6 ta ziyorat bo'ladi. Makkaga kelganinglardan keyin Makkadagi gostinitsamiz Sama Al Misk bo'ladi. Sama Al Misk gostinitsamiz примерно 700 metr stankadan hisoblasak, atrofi 1 kilometr atrofi haramdan hisoblasak gostinitsamiz. Ya'ni Jannatul Muallaq qabristonining to'g'risidagi Sama Al Misk bo'ladi. 3 mahal ovqat beriladi. 10 kun bo'ladi ziyoratchilarimiz Makka mukarramada umra qildirib qo'yishlik, ziyoratlarga olib chiqishlik, undan tashqari transport xizmatlari, bordi keldi biletlari, ovqat, gostinitsa, viza bilet, hamma xizmatlar shu beradigan pulinglarga kirib ketadi. Xohlasanglar ziyorat ko'proq standart tanlaylar, xohlasanglar ota-ona paketini tanlaylar. Agar ota-ona paketini tanlaydigan bo'lsanglar, ota-ona paketini birinchi reysga Xotamjon qora akamiz o'zi chiqib ketadi. U odam 50 bosh emas, 1000 bosh bo'ladi. Shu 50 boshlarimizni nazorat qiladigan odam bo'ladi. Undan tashqari ziyoratgoh joylarini sanab o'taman ota-ona paketini. O'zi asli hammasini to'liq ham bilmayman, lekin o'zim bilgancha olib boradigan joylarni sanab o'taman. Madinadan boshlasak, Qur'on bosmaxonaga olib boriladi. Al-Salam restorani, As-Safiya parki, undan tashqari Badr g'azoti, Xandaq g'azoti bo'lgan joylar va Makka mukarramaga kelgandan keyin Nur tog'iga, undan tashqari tuya mingan olib boriladi. Undan tashqari muzey ochilgan Makka mukarramada yangi, o'sha muzeyga olib kiriladi, Qur'on muzeyiga. Sohot ekskursiyasi ham bo'ladi. Sohot ichida Pondi qahva tashkilotiga, sohot ichidagi supermarketga, sohot ichidagi muzeyga, sohot tepasidagi namozxonaga olib kiriladi. Haram hududi Pondi tanishtiriladi. Xudo xolasa niyat qilganlar bo'lsa, bemalol o'zingizlarda joylarda band qilsanglar bo'ladi. Makkada bitta restoran, Madinada bitta restoran bo'ladi. Imini mana shu ota-ona paketida. Undan tashqari arablarda joylari bor, ularni ichkani olib boriladi, Sulaymon Rojihiyga olib boriladi. Ya'ni Sulaymon Rojihiy onasining nomiga qurilgan Ayshen Rojihiy degan masjid bor. Sulaymon Rojihiy qurdirgan uni. Saudiyaning shu eng boy odamlardan bittasi. Eng boy odam desa ham bo'ladi hozirgi kungacha. Shu Saudiyaning valiahtidan, ya'ni Saudiya qirolidan keyingi o'rinda turadigan boy odam Sulaymon Rojihiy qurdirgan masjidi bor. Makka mukarramada ko'pchilik oldin umra ziyoratiga borgan bo'lsa biladi. Undan tashqari aravachalar bilan ta'minlanadi. Bepul aravachalar, doktor xizmatlari bor. Bemalol ko'ngillarda xotirjam qilib borsanglar bo'ladi. $1 million litsenziyaga ega bo'lgan mana Hikmat Travel xizmatlarida Xudo xolasa Andijon, Farg'ona, Toshkentda ofislarimiz bor. Farg'ona va Toshkentdagi ofislarimiz hali ishga tushmadi. Hozircha faqat Andijonda ishlab turibdi. Agar andijonlik bo'lsanglar yoki voha yoki vodiydan bo'ladigan bo'lsanglar, imkoniyatlar bo'lsa ofisga kelinglar. Agar imkoniyatlar bo'lmasa ofisga kelishga bemalol bittagina zagran pasport bilan ishinglarni bitirsanglar bo'ladi. Siz Surxondaryodansiz yoki Qashqadaryodansiz yoki Tojikistondansiz, qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar sizdan bitta narsa talab qilinadi, zagran pasport. Rasmga olib tashlab berasiz, $100 zaklatini tushirib berasiz. Bemalol o'zingizlar joylarni band qilsanglar bo'ladi. Agar imkoniyatlar bo'lsa ofisga kelib, cheklarni yozdirib olib, bir qator shartnomalar bilan tanishib, to'ldirib, shu yerdan ofisdan to'lov qilib bemalol ketsanglar bo'laveradi. Sertifikatlar chiqarib beramiz. Hikmat Travel'dan joy bron qilindi deb. Xudo xolasa sizlar bilan Qudratullo bo'ldi. Bittadan like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Niyat qilganlar bo'lsa bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar.
Biz 24 soat aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Arafa kunini yaxshi o'tkazib olinglar.